Welcome to my channel, and in today's video we'll be talking about uses of leisure time. Uses of leisure time from the Barron's IELTS Essential Words. Barron's IELTS Essential Words degan kitobidan Uses of leisure time unit 2. İkinci mavzu davom etamiz. Well, the first word is acknowledge. Acknowledge yozadi. Acknowledge degan so'z bilamiz. Knowledge o'qiladi. Xuddi shunga o'xshagan acknowledge degan so'z bor ekan. Acknowledge degani bu tan olish ma'nosida kelyapti. O'zi knowledge so'zini o'qisak, knowledge o'qimaymiz, knowledge o'qiymiz, lekin ek so'zi qo'shilgani uchun acknowledge deb o'qiyapmiz. Tan olmoq ma'nosida. The government must acknowledge the seriousness of the issue. Davlat o'sha vaziyatni jiddiyligini bilishi kerak, tan olish kerak ma'nosida. Next, authority. Authority yoziladi. Bu o'sha hukumat ma'nosida keladi ba'zan o'zini o'zi boshqarish, hokimiyat egasi, har xil ma'noda kelishi mumkin. Boshqaruvga oid so'z. Tarjima qilib ko'ramiz. Parents are often seen as the main authority in a child's life. Bolani hayotida haqiqiy asosiy hokim, ya'ni boshliq sifatida ota-onalar ko'riladi. Next, chunk. Chunk yoziladi, chunk. He broke the chocolate into a small chunk. Bo'lakka bo'ldi. Chunk bo'lak ma'nosida. Chunk bo'lak chunk. That's it. Crucial. Crucial yoziladi. Bu so'z important ga sinonim, ya'ni muhim. Clean water is crucial for human survival. Odamni omon qolishi uchun toza suv juda muhim. Crucial. Deliberately yoziladi. Bu deliberately ataylab ma'nosida. She deliberately ignored the warning. Ya'ni u ataylab ogohlantirishni rad etdi. Next, depression. Depression yoziladi. Economic problems can lead to depression. Depressiya bu tushkunlik ma'nosida. Iqtisodiy muammolar tushkunlikka olib kelishi mumkin. Next, emotion. Emotion yozilyapti. Emotion hissiyot ma'nosida bo'ladi. Buni bilamiz. Fear is a natural human emotion. Qo'rquv odamning tabiiy hissiyoti. Next, engage. Engage yozadi. Engage bu students are encouraged to engage. Ya'ni bu qo'shilishi, qatnashish ma'nosida bo'lyapti. Ya'ni qo'shilib ketish bo'ladi-ku bir narsaga. Qatnashib ketasiz. O'sha narsa engage bo'ladi. Students are encouraged to engage in classroom discussions. O'quvchilarni rag'batlantirishadi darsdagi suhbatlarga qatnashishga. Ya'ni discussion, ya'ni bu yerda debate. O'zbekchada bahslarga qatnashishga. Industrious so'zga ious qo'shilgan. Industrious o'qiladi. Industrious deb yozilyapti. Bu mehnatkash. She's an industrious student who studies every day. U har kun o'qiydigan juda ham mehnatkash talaba. Next, intellectual yozilyapti. Intellectual bu o'sha bilasizlar, aqlli, yaxshi kitoblar ma'nosida. He enjoys reading intellectual books. U aqlga oid kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. Next, merely demak biroz ma'nosida keladi. Xolos ma'nosida, biroz kamroq ma'nosida. It was merely a misunderstanding. U biroz tushunmovchilik bo'ldi bu yerda ma'nosida. Biroz kamroq ma'nosida. Yoki merely shunaqa ma'noda keladi. Obesity yozilyapti. Obesity. Lack of exercise can cause obesity. Obesity semizlik ma'nosida bo'ladi. Next. Obvious yozilyapti. Obvious bu obvious o'qiladi. Aniq ko'rinib turibdi. The answer was obvious to everyone. Javob hammaga aniq edi. Overwhelming degani bu hayratlantirib qo'yadigan, odamni qiynab qo'yadigan, o'ylashga majbur qiladigan, xullas bu yerda nima debdi? Juda kuchli. Oddiy qilib juda kuchli deb tarjima qilsak bo'lar ekan. The support from the crowd was overwhelming. Ya'ni o'sha ommadan kelgan, odamlardan kelgan qo'llab-quvvatlash juda ham hayratlanarli edi, kuchli edi ma'nosida. Next, passive bu aktiv emasda, nofaolroq. He remains passive during the debate. U debat, ya'ni suhbat davomida nofaol qoldi ma'nosida bo'lyapti. Next, pastime. Free time ga o'xshagan pastime, ya'ni bu shunchaki bo'sh vaqt. Reading is my favorite pastime. Bu meni bo'sh vaqtim. Reading, ya'ni kitob o'qish men juda ham yaxshi. Bo'sh vaqtim, hobbim ma'nosida bo'lyapti. Pastime hobby deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Physical yozilyapti. Physical degani jismoniy degani, ya'ni bu odamning jismiga oid. Jism degani tana degani, shunaqami? Tanasiga oid ma'nosida.
Regular exercise improves both mental and physical health. Ya'ni mental degan so'zga aytib beramiz, aqliy degani. Physical bo'layotgan bo'lsa, jismoniy, ham tanasiga, ham aqliga foydasi tegar ekan. Regular, muntazam mashq qilib borsa. Keyingi so'zimiz rejuvenate. Rejuvenate yozilyapti. Rejuvenate degani bu yangilanish, yosharish. Juvenile degani yoshlikda, yosh degani o'zi. Rejuvenate bo'lsa yoshlanish, yasharish. A short holiday can rejuvenate the mind. Miyani yoshartirar ekan. Kichkinagina ta'til. Reluctant xohlamaydi degani, istamaydi, istaksiz degani. He was reluctant to share his opinion. Reluctant yozlar ekan. U o'zini xohishini, ya'ni opinion, fikrini aytishga tortindi. Uyaldi ma'nosidami? Yo'q, tortindi ma'nosida. Uyaldi emas, tortindi. Suffer azob chekish bilan allaqachon bilamiz. Many people suffer from stress at work. Ko'pchilik odamlar ishdagi stressdan azob chekadi. See you in the next video. Don't forget to like this video and share this to your friends.